Umurtqada siljishlar, belda kuchli og'riqlar va oyoqdagi kuchli og'riqlar bilan kelgan navoiylik opamiz bizda 5 kungina muolaja oldilar. Bugun o'zlari odziv berishga qaror qildilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Mana shu klinikani tanlab keldim, videolarini ko'rib, davolangan bemorlarni ko'rib, hammasini ko'rib, taxmin tavakkal qilib kelgan edim. Allohga shukr, adashmagan ekanim. Dardimga ancha shifo topdim. Rahmat hammalariga. Shifokorlari ham juda ajoyib ekan. Har bitta bemorni ustida alohida ishlab, alohida e'tibor bilan ko'rib, bemalol tashxislarni qo'yib davolarkanlar. Shulardan juda xursand bo'ldim. Allohga shukr, ancha yaxshiman. Bundan keyin ham sizlar bilan davom ettiraman davolanishlarni. Xudo xolisi. Belingizda, oyog'ingizda kuchli og'riqlar bor edi kelganingizda. Hozir qanaqasiz? Hozir yengilman, oyoqlarim ancha og'riqlari qoldi, bellarimda sekinlashgan og'riqlar. Asosiysi dori-darmonlarsiz, tabiiy davolarkansizlar shu juda yoqdi-da menga shu tomonlari. O'shalardan ancha shifo topdim, Allohga shukr. Rahmat kattakon jamoalaringizga ham, shifokorlarga ham, hammalaringizga kattakon rahmat. Bizga ham xursandman. Rahmat. Xursand bo'lganingizdan biz ham xursandmiz. Sizga foydamiz teganda biz ham xursandmiz. Sizlarda ham shunga o'xshash muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol Skelet jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Malakali mutaxassislarimiz sizlarga yordam berishga tayyor. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar, like bilan podpiskani unutmaysiz.